Hammaga salom. Bu videoda sun'iy intellekt orqali o'zbek tilida bepul taqdimotlar va mustaqil ish kabi fayllar yaratishni o'rganamiz. Buning uchun bizda ikkita Telegram bot bor. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim birinchisi Sofiya. Aynan shu bot Sofiya. Botga start yuboramiz. Taqdimot yaratish, kurs yaratish xizmatlari bor. Premium taqdimot bor. Bu sifatida nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Referat yaratish, dars ishlanmasiz, boshqa narsalar. Bu yerda do'stlarni taklif qilib, ham pul yig'ib taqdimot qildirsangiz ham bo'ladi. Sun'iy intellektga biz oddiy taqdimot xizmatidan foydalanishni ko'rsak, 10-15 betli slayd 5000 so'm deyilyapti. Mavzu orqali, fayl orqali, havola orqali biz yuklashimiz mumkin deyapti mavzuni. Mavzu qanchalik aniq bo'lsa, natija shunchalik sifatli bo'ladi deyilyapti. Biz hozir real mavzu izlab ko'ramiz. Aytaylik, shu taqdimotni mavzusidan foydalanib ko'ramiz. Hozir mana bu birinchi rejasidan foydalanib turaylik. Boshlang'ichiga tushunarli bo'lishi uchun sun'iy intellektni hozir qandayligini baholab olishimiz kerak. Hozir shu yerni o'zida to'liq qilib ishlatib ko'rmoqchiman. Shuning uchun balansingiz yetarli emas. Balansni to'ldiramiz. Click pay me. Siz o'zingizga qaysi qulay bo'lsa, shu orqali to'ldirsangiz bo'ladi. Menga click qulay bo'ladi. Shuning uchun o'z summamizni kiritamiz bu yerda. Minimal summa 1000 so'm, maksimal yozilmagan. Biz 5000 so'm kiritamiz. O'sha xizmatdan foydalanib ko'rish uchun. Click orqali to'lash. Buni hozir telefonda xavfsizlik uchun telefonda bajaraman. Link orqali kirib to'lov qilaman. Bizda to'lov amalga oshirildi. Telefondan hozir amalga oshirdim. Generatsiyani boshlashni tanlaymiz. Boshlash uchun quyidagi tugmalardan birini tanlaymiz. Taqdimot yaratish. Hozircha mavzu orqali tanlaymiz. Taqdimot mavzusini shahar transport tarmog'ida siz aniq mavzu kiritishingiz kerakda. Yo'lovchilar oqimiga ta'sir etuvchi omillar yuboramiz. Tillarda, har xil tillarda, o'zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq, qozoq, qirg'izcha. Yaxshi, qoraqalpoq tilida ham bor ekan. Bu zo'r. O'zbek tilida sanab ko'ramiz. Ismimizni kiritamiz. Ism familiyamizni kiritamiz. Xo'sh, endi yuboramiz. Mavzu bu tasdiqlab tekshirib olishingiz uchun bizda hammasi to'g'ri.
buni tahlillasa ham bo'ladi. Sahifalar sonini, misol uchun, baribir o'zgartirib bo'lmas ekan. Baribir pul ko'proq bo'lganida shu o'zgartirsangiz bo'lardi. Hozir biz faqat 5000 so'm tashlaganimiz uchun o'z ixtiyorimizda emas. Yaratishni bosamiz. Nimaga? 5000 so'm deyapti-ku. Nimaga bu yerda 7000 so'm? Sahifalar soni 5000 so'mlik tanladik. Yaratishni bosamiz. Mana tarifni qayta tanlagan payti o'shandaqa qilgan bo'lishi mumkin. Hozir biroz kutamiz. Buni web ilovasi ham bor ekan. Buni tanishib chiqishingiz mumkin. Boshqa tekst humanizer ham bor ekan, ya'ni matnni insoniylashtirish, sun'iy intellekt matnni inson yozganga o'xshash qilib tayyorlash desa bo'ladi. Interaktiv o'yinlar yaxshi. Ilovada o'tish. Bizga taqdimot yaratildi. Nimaga? 3 xil variantda bitta. Yaxshi, sinab ko'ramiz. 3 xil variantda. Men buni kutmagandim ochig'i. Dizayn yaxshi. Endi slayd mazmuniga ko'proq bog'liq qiladigan bo'lsa yaxshi edi. Lekin bu ham yomon emas. Rasmlar ham sun'iy intellekt orqali yaratilgan. Bir ikkita kamchiliklari bor, lekin umuman olganda yaxshi. Bularni o'zimiz ham to'g'rilab olsak bo'ladi. Mana bunday qilib o'rtaga o'tkazib, bunday qilib ko'rinish jihatdan chiroyli bo'lib turadi, tartibli bo'lib turadi. Buni ham o'rtaga o'tkazib olsak bo'ladi. Xullas shunday qilib to'g'rilab chiqsa bo'ladi. Biz yaxshi. Lekin bu yerda ko'proq sun'iy intellekt bo'lgani uchun umumiy ma'lumotlar beradi. Nazariy jihatdan umumiy bo'lgan ma'lumotlar beradi. Bu yerda ham shunday. Misol uchun biror bir statistika qo'ymaydi. Keyin o'sha qandaydir fakt, misol uchun biror davlatda bunday narsalar bor degan narsani aniq qilib yozib qo'ymayapti. Bu yerda nazariy jihatdan o'sha nazariyasini, o'sha fanga oid nazariy ma'lumotlarni yoritib beryapti. Mana xulosa qismini ham bergan. Foydalanish ixtiyori o'zingizda. O'zingiz baho berib, o'zingiz ishlatsangiz bo'ladi. Bu keyinchalik yana sun'iy intellektlar rivojlanib boryapti. Bu ham keyinchalik rivojlanadi. Agar sal pulni ko'proq ishlatsangiz, premium taqdimotni ham boya ko'ruvdik. O'sha premium taqdimotni ham ishlatishingiz mumkin.
undan nisbatan sifati yaxshi, rasmlari ko'proq mos keladigan bo'ladi, ma'lumotlarni ham aniqligi oshadi. Endi biz ikkinchi qolgan taqdimotlarni qarab ko'ramiz. Faqat dizayn jihatdan farq qilar ekan. Uchinchisini ham ko'ramiz. Oldingisi menimcha shu edi. O'xshashroq ekan. Bu yoqqan yoqmaganligini baholasangiz bo'ladi. Menga masalan yoqdi. Chizib yuboramiz. Bo'ldi. Endi buni o'zingizga keragini yoki hammasini saqlab qo'yishingiz mumkin. Va xohlaganingizcha tahrirlab ishlataverasiz. Sizga tayyor taqdimot qilib beryapti. 3 ta variantda, 3 ta dizaynda. Endi boshqa sinab ko'ramiz. Slaydimiz keyingi botimiz nomi Slide 24 boti. Hujjat 24.uz saytiga tegishli. Manzil shu yerdan topib olsa bo'ladi. Start buyruq beramiz. O'zbekcha, ruscha, ingliz tillarida ishga tushadi. Bu yerga telefon raqamini yuboramiz. Ro'yxatga o'tish maqsadida endi tugmasi men narigi botga ham yuborganman oldin. Uni oldin ishlatganim uchun u tepada qolib ketgan. Bizdan keyin so'ramadidan telefon raqami, shuning uchun. Bu yerda yangi bo'lgani uchun bizdan telefon raqam so'rayapti. Bu yerda referat, mustaqil ish, taqdimot yaratish mumkin. Narxlar bilan tanishamiz. 10 sahifa 2000 so'm. Bu bot bugun e'lon qilindi. Shuning uchun boshida biroz kamchiliklar bo'lishi mumkin yoki arzon bo'lishi mumkin. Vaziyatga qarab keyin rivojlanib boradi. Botga qaytamiz. Narxlarni tanishdik. 2000 so'm. Har bir qo'shimcha sahifa 200 so'mdan iborat. Balansimizda 3000 so'm bor. Yaxshi, biz taqdimot yaratamiz bundan foydalanib. Taqdimot mavzusini kiriting. Har bir mavzuga umumiy bilimdonlik qarayman. Qaysidir tor doirada chizilgan mavzularni mana shu yerda bu yaxshi tarafi, sun'iy kamchiligini shu yerda boshidan aytib ketyapti o'zida. Har bir mavzuga umumiy qarayman deb oldindan ogohlantirib ketyapti. Mavzuni batafsil yoritishga harakat qiling. Qisqartma so'zlar yoki imlo xatolar sababli mavzu tushunmay qolishi mumkin. Quyidagilarga o'xshash mavzular kiritishda davlat nomini ham qo'shing. Ona tilim, milliy musiqalar, milliy o'yinlar. Mavzuni yozamiz. Oldingi mavzuni. Endi bir xil bir-birini sinab ko'rish maqsadida shu bir bilan solishtirib sinab ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun aynan bir xil mavzu tanladim. Qo'shimcha izoh. Misol
uchun aniq va batafsil ma'lumotlar bo'lsin. Xulosa va foydalanilgan adabiyotlar qismi ham bo'lsin. Dizayn kreativ bo'lsin. Endi siz o'zingizdan kelib chiqib xohlagancha yozishingiz mumkin bu yerga. Bu misol uchun ko'rsatib bermoqchiman bu yerda. Sahifa o'zbek tili 10 ta slayddan iborat deyapti. Bizda hozir 3000 so'm bor. 2000 so'mga 10 ta 10 betlik slayd qidiradigan bo'lsak, mana bu yerda aytilganidek har bir qo'shimcha sahifa 200 so'm bo'lsa, yana 10 ta sahifa 2000 so'm bo'ladi va 4000 so'm ketadi. Biz 5 ta sahifa qiladigan bo'lsak 3000 so'm bo'ladi va bu 15 ta sahifa bo'ladi. Biz 15 sahifa qilib o'zgartiramiz. Qanday bo'lar ekan? Ko'ramiz. Narx 3000 so'm. Qo'shimcha izoh. Tasdiqlashni bosamiz. Taqdimot yaratish boshlandi. Endi biroz kutamiz. Siz istalgan sun'iy intellekt orqali yaratganingizda shunaqa kutish vaqti bo'lardi. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati ba'zi hollarda noto'g'ri ko'rsatilishi mumkin. Agar noto'g'ri bo'lsa, ushbu ro'yxat yozilgan slaydni ko'rib chiqish oynasidagi tugmasi orqali o'chishingiz mumkin. Slaydlar dizayni buzilmasligi uchun OpenOffice, Microsoft 365 Office yoki Powerpoint olishingizni tavsiya qilamiz. Ushbu ilova dizayn va formatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Izohni o'zingiz uchun o'qib olsangiz bo'ladi. Kiramiz. Yaxshi. Qo'shimcha izoh berganimizni inobatga olgan deb o'ylayman. Bu kamchiliklari, bunday ham kamchiliklari bor. Buni kodda to'g'rilab chiqsa bo'ladi. Mana shunday qilib cho'zib, sal o'rtaga olib kelasiz. Buni ham shunday tushirib chiqasiz. Matnlarning joylashuvini to'g'rilab. Buni ham umumiy bunday qilib to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Bu o'zingizning xohishingiz. Biz joyiga qaytaramiz. Taqdimot namoyish qilayotgan payti shunday turadi. Shuning uchun qilingan. Bunda ham umumiy yondashilgan, oldin aytgan edik. Lekin har birining o'ziga xos jihatlari bor. Umuman olganda oldingi gammadagi taqdimotlardan ancha yaxshi. Gamma saytida taqdimot qilish videolarini ko'rgan bo'lsangiz, uni o'zi yoki o'zingiz qilib ko'rgan bo'lsangiz, ularda sifati biroz pasaygan bo'ladi. Yoki ma'lumotlar o'ta sayoz bo'ladi. Bular nisbatan yaxshi. Bu ikkala bu nisbatan yaxshi. Transport vositasi aksincha yaxshi olib boradi.
COVID-19. Yaxshi. Bu menimcha rasmlarni internetdan qidirgan shekilli. Buni o'zi yaratgan, sun'iy intellekt yaratgan. Afsuski, xulosa va foydalanilgan adabiyotlarning qismini yaratmabdi. Lekin umuman olganda yaxshi, sifati menga yoqdi. Ma'lumotlari ham o'ziga xos. O'zini yondashuvida qilingan. Bu va narigi botlar, sun'iy intellektli botlar, bular o'zlari nimadan qurilib chiqilgan, ya'ni bularning bazasi, o'sha serveri bir xil emas, u bir-biriga bog'liq emas. Shuning uchun bular har biri o'ziga xos individual xarakterga ega. Siz o'zingiz qaysi birini tanlash o'zingizning ixtiyoringizda va vaziyatga qarab tanlashingiz mumkin va eng muhim narsa, baribir o'zingiz qo'lda tahlillashga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shunga tayyor bo'lishingiz kerak va to'liq sun'iy intellektga tayanib ham qolmaslik kerak. Ya'ni bu vaqtni tejash uchun foydalansangiz bo'ladi. Xullas, video shundan iborat edi. Hammaga rahmat.